ko'rsataman. High-tech fasondagi ukologimizni tayyorlanish jarayonlari. Endi sidinalarga pampers prujnikalarini qo'yamiz. Bu ukologlarimiz razmerlari 4.30 ga 2.30 da tashkil qiladi. Prujinalari bilan tanishtiradigan bo'lsak, sizlarda hozir mana shunaqa prujina bo'ladi. Bu to'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Prujina bitta bu yerga qo'yilib, tabaqqa chiroyli holatda prujina bo'ladi. Yonlari ham, qalinligi ham ancha qalin. Sifati ham keng, mustahkam chiqadi. Yana bir narsaga e'tibor berib qo'yishinglarni so'rab qolardik. Odam o'tirganda poli ancha xizmat qiladi. Mana misol, yosh bola irg'ishlaydi, sakraydi, ustiga chiqib olib, unda ham xizmati sifatli bo'ladi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, like tugmasini bosib ketishdi. Esdan chiqarmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Vodiy mebellari bozori kanali sizlar bilan birgalikda.